Assalomu alaykum. Xabaringiz bor. Ekologik barqarorlikni ta'minlash masalasi davlat siyosatining eng ustuvor vazifasiga aylandi. Bu borada respublika rahbariyati hamda maxsus komissiyaning tegishli topshiriqlariga ko'ra chiqindilarni boshqarish sohasida Ekologiya va iqlim o'zgarish milliy qo'mitasi huzuridagi chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi tomonidan bir qator rejali ishlar olib borilmoqda. Xususan chiqindi poligonlarini boshqarish va ularning ekologik sanitariya xavfsizligini ta'minlash maqsadida quyidagi choralar ko'rilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 4-yanvardagi 5-son farmoni bilan belgilangan me'yorlarga muvofiq chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi huzuridagi chiqindi poligonlarini boshqarish direksiyasi tomonidan chiqindi poligonlari ustidan muntazam nazorat o'rnatilgan va tartibga solib kelinmoqda. Ayni paytda respublika bo'yicha umumiy 1824 gektar yer maydonida jami 228 ta chiqindi poligoni mavjud bo'lib, shundan 199 tasi maishiy, 15 tasi zaharli, kimyoviy va 14 tasi qurilish chiqindilari uchun mo'ljallangan. Shu o'rinda 2024-yil hamda 2025-yilning o'tgan davrida respublikaning 8 ta hududi, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Andijon, Buxoro, Qashqadaryo, Namangan, Samarqand, Toshkent, Farg'ona va Xorazm viloyatlaridagi jami 47 ta maishiy chiqindi poligoni rekultivatsiya qilinib, faoliyati to'xtatildi. Ushbu sa'y-harakatlar natijasida umumiy hisobda 243 gektarga yaqin yer maydoni tabiatga qaytarilishiga erishildi. Bundan tashqari, tasdiqlangan reja grafik asosida respublika bo'yicha foydalanishda bo'lgan jami 132 ta chiqindi poligonida doimiy ravishda tuproq qatlami bilan yopish ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Joriy yilning yanvar-oktyabr oylarida chiqindi poligonlariga jami 2,6 million tonna chiqindi qabul qilingan bo'lib, nazorat kuchaytirilishi natijasida hududlarda kunlik qabul qilinayotgan chiqindi miqdori 805 ming tonnadan 13 ming tonnaga yetkazildi. Hamda bir kunda 4,5 ming tonnagacha qo'shimcha chiqindi qabul qilish imkoniyati paydo bo'ldi. Shu bilan birga agentlik tomonidan ish jarayonida qulaylik va yengilliklar yaratish maqsadida qo'shimcha 22 ta maxsus texnika lizing shartlari asosida xarid qilinib, hududiy chiqindi saqlash poligonlariga yetkazib berildi. Bu boradagi harakatlar evaziga joriy yilda chiqindilar bilan ishlashga mo'ljallangan asinzator, samosval, avtoyuklagich, buldozer, kompaktor, ekskavator, treyler, tirkamali avtokran kabi maxsus texnikalarning umumiy soni 333 taga yetkazildi. Yil boshidan 1,7 milliard so'm mablag' hisobiga 60 ta maxsus texnika joriy va kapital ta'mirlash o'tkazildi. Shuningdek, mavjud texnikalarning 217 tasiga GPS qurilmasi o'rnatildi va bu ularni muntazam nazorat ostida ushlab turilish imkoniyatini berdi. Bundan tashqari, chiqindi poligonlari atrofi obodonlashtirilib, 2024-25-yillardagi Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida 1-2 million tub daraxt va buta ko'chatlari ekilib, ko'kalamzorlashtirildi. 10 kilometrga yaqin ariq va latoklar tozalanib, 36 ming metr kvadrat ichki yo'llar shag'allashtirildi. Bu kabi chora-tadbirlar izchil davom ettirilmoqda. Shuningdek, joriy yilning tozalik va ozodalik oyligi doirasida jami 422 ming tonnadan ortiq chiqindi tozalanib, atrof muhitning ozoda va sarishta bo'lishiga erishildi. Tozalik tadbirlari doirasida 95 mingdan ortiq mahalla fuqarolar yig'ini hududlari, shuningdek 61 mingta jamoat joylari tozalandi. Respublika bo'ylab bajarilgan va xayrli ishlarni amalga oshirishda sanitar tozalash xizmati bilan bir qatorda obodonlashtirish sohasida jami 369 mingga yaqin xodimlar faol qatnashdi. Bu ishlarga 66 mingdan ortiq maxsus chiqindi tashuvchi va yuklovchi texnikalar jalb qilindi. O'tgan bir oy davomida 448 mingta holat bo'yicha chiqindilarni belgilanmagan joylarga tashlash bo'yicha huquqbuzarliklar aniqlanib, aybdorlarga nisbatan prokuratura, ichki ishlar, milliy gvardiya va ekologiya davlat nazorat inspeksiyasi xodimlari ishtirokida belgilangan tartibda jazo choralari ko'rildi. Tozalik va ozodalik tadbirlarida 100 dan ortiq hamkor tashkilotlarning 70 mingdan ortiq xodimlari faol qatnashib, yurtimiz obodligiga munosib hissa qo'shdilar. Bulardan tashqari 2025-yil 24-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining chiqindilarni qayta ishlash sohasini yanada takomillashtirish hamda kompleks tizimlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 56-son farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida 2030-yilgacha maishiy chiqindi poligonlarini kamida 50% gacha qisqartirish choralari ko'rilmoqda. Qayd etish joizki, agentlik tomonidan atrof muhitni muhofaza qilish,
chiqindilarni poligonlarga joylash hajmini kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida 9 ta hududda maishiy chiqindilarni termik qayta ishlash orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish loyihalarini ishga tushirish borasida amaliy choralar ko'rilmoqda. Mazkur loyihalar Andijon, Qashqadaryo, Namangan, Samarqand, Toshkent, Farg'ona, Buxoro, Jizzax viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasida bosqichma-bosqich tatbiq etilishi nazarda tutilgan. Bu borada joriy yil 24-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qattiq maishiy chiqindilarni yoqish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish investitsiya loyihalarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi bir qator qaror loyihalari qabul qilingan. Ularga ko'ra, mazkur hududlarga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etgan holda ekologik vaziyatni yaxshilash, chiqindilarni qayta ishlash sohasida zamonaviy yechimlar va texnologiyalarni joriy etish orqali elektr energiyasini ishlab chiqarilishi belgilangan. Umumiy qiymati 1,3 milliard AQSh dollari bo'lgan ushbu investitsiya loyihalarining qurilish ishlari 2027-yilda yakunlanadi. Ushbu loyihalarni ro'yobga chiqarish orqali kuniga 13 ming tonna chiqindi qayta ishlanib, yiliga 2 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarilishiga erishiladi. Mazkur zavodlar ishga tushgach, qo'shimcha 1400 yangi ish o'rni yaratilib, chiqindilarni yoqish jarayoni atmosferaga issiqxona gazlari kamayishiga olib keladi. Xulosa qilib aytganda, ayni tashabbuslar yashil iqtisodiyot tamoyillariga mos kelib, mamlakatimizning ekologik barqarorligini ta'minlashga hamda kelajak avlod uchun toza va sog'lom muhit yaratishga muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Ayni paytda respublikada 300 ga yaqin chiqindilarni qayta ishlash korxonalari mavjud bo'lib, shu o'rinda agentlik chiqindilarni qayta ishlash korxonalaridan aholi salomatligi va xavfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratish, belgilangan ekologik xulosalarga qat'iy amal qilish hamda atmosferaga inson salomatligi uchun o'ta xavfli bo'lgan kanserogen moddalar va zaharli tutunlar tarqatmasligini so'rab qoladi. Unutmang, ma'lum bir guruhga foyda keltiruvchi hech bir obyekt jamiyat manfaatlaridan ustun emas. Shahar, tumanlar toza ozodaligi uchun sanitar tozalash korxonalarini aholini rozi qilish yo'lida hududlarda sifatli xizmat ko'rsatishga chorlab qolamiz. Shu bilan birga sifatsiz xizmat ko'rsatib, aholining e'tirozlari, murojaatlari yuzaga kelishiga sabab bo'lgan mas'ullarga tegishli choralar ko'rilishi takroran eslatib o'tamiz. Xabaringiz bor, agentlik tomonidan aprel-noyabr oylarida sanitar tozalash korxonalarining faoliyati yangilangan mezonlar asosida baholab borilib, hozirda monitoring natijalari asosida jami 105 ta sanitar tozalash korxonasi reytingdan o'tkazildi. Ulardan 41 tasi yashil, 53 tasi sariq va 11 tasi qizil toifaga kiritildi. Ya'ni qizil toifaga kiritilgan sanitar korxonalar bular Andijon, Qashqadaryo, Namangan, Surxondaryo, Farg'ona va Toshkent viloyatlariga mas'ul sanitar tozalash korxonalari. Monitoring davomida 6 oy ketma-ket qizil toifaga qolgan 14 ta korxonaga shartnomaviy majburiyatlarni buzganligi uchun jarima chorasi qo'llanildi. Shundan bitta korxona bilan tuzilgan bitim bekor qilindi va bitta korxonaning hududi toza hududga biriktirib berildi. Shu o'rinda jarimadan keyin ham 3 oy ketma-ket qizil toifadan chiqa olmagan korxonalar bilan tuzilgan shartnomalar Ekologiya milliy qo'mitasi raisi roziligi bilan davlat sherigi tomonidan bir tomonlama bekor qilinishi mumkinligini ma'lum qilamiz. Bu yo'nalishda agentlik tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar va sohani yaxshilash borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar izchil davom ettirilmoqda. Hurmatli fuqarolar, sanitar xizmat sifati va chiqindilarni boshqarish bilan bog'liq masalalar yuzasidan siz agentlikning 1205 qisqa raqamiga murojaat etishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.